Xo'sh. Jo'xa, bu yoqqa kelsangiz gapim bor. O'zi shu yerda turibman-ku. Karoshdagi men dam olishga ketyapman. Endi qishloqda 1-2 kun sen mer bo'lib turasan. Nimaga men mer bo'laman? Endi senga ishonaman-da, boshqa qishloqlarga ishonmayman. Bo'ldi, gap yo'q, bratan. Men bo'lish kerak bo'lsa bo'laman. Faqat qishloqda tinchlikni saqla. Bobo chiqarma. Agar nimadir bo'lsa, sen adamingni chiqaraman. Xo'p, bemalol mazza qilib davom keling. Mazzani nima merman. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana Jo'xa va sizlar meni yangi tandirdan endigina uzilgan nonga o'xshagan videomga xush kelibsizlar. Lekin bu non emas, yeb qo'ymanglar non deb. Короче, так sizlar tezroq narsa o'rgataman. Pastda obuna degan tugma turibdi, ko'ryapsizmi? O'sha bitta bo'lsangiz tayda 1-2 kanal chiqadi. Hammasiga obuna bo'ling, chunki hammasida o'tar kontentlar chiqarishni davom ettiraman. Sizlar uchun har kuni 3 tadan video chiqaryapman. Ko'rayotgan bo'lsanglar, ba'zi kunlarda 4 ta, 5 taga chiqib qolyapti. Bu faqat sizlarning zerikib qolmasliklaring uchun. Короче, bugun men qishloqda mer bo'laman. Endi bugun boshqa kun xullas ko'p mer bo'lmoqchiman. Xo'sh, Jo'xa, sen mer bo'ldingmi? Men mer bo'ldim. Alam qilsin, senlar bo'la olmadinglar. Biz sen aytgan qilmaymiz baribir. Qilmaysan, hali shunaqami? Qildiraman, ko'ryapsanmi? Eshityapsanmi? Ko'rib eshitib turibman, lekin baribir qilmaymiz. Bo'pti, ko'rasanlar hali. Lekin bular men rostini aytganimni qilmayman deyapti. Endi bilmadim, eshikni ochib qo'yay, qandaydir muammo bo'lsa keladi. Ular eshikni ochib qo'ymasa, men eshikni ocha olmaydi ular. Ularga unaqa oddiy eshik bo'lish kerak, yoki unaqa oddiy eshik bo'lish kerak. Bularga men tushunmayman, to'g'risini aytsam. Tak, o'tirib endi ishlar qilish kerak. Bu yerda notebook aytgancha 13-qishloqdagi janob merimni, короче, stolida kompyuterlar bor edi, o'shanaqa deb o'ylabman. Bu yerda notebook yo'q ekan, men bor uydan notebookimni olib kelayda. Bu yerda ish qilib o'tirishim uchun menga notebook, shunga o'xshash hujjat qog'ozlar, shunday narsalar kerak bo'ladi. Tak, notebookni olaman. Ana endi ketdim. Bugun polizda ishlash yo'q. O'zi ishlamayapman. Chunki bir ikkita obunachilar kommentariyaga faqat polizda ishlaysan, Jo'xa, boshqa ish ham qil degan ekan. O'shaning uchun endi polizda ishlamayman. Endi shaharga ham ko'chib ketishim mumkin yaqin orada. Bu juda ham menimcha kerakli narsa bo'ladi ko'chib ketsam. Tak, ana endi notebookni qo'yamiz, chunki shaharda maza hamma imkoniyat bor. Do'kon ochib turib o'sha yoqda savdo qilib o'tiraman. Cho'ta notebookimni sal g'alatiroq joyga qo'yib qo'ydim. Tak, buni olib mana bu yerga qo'yib qo'yaman va shu yerda ishlab turaman. Kelaman, bu yerdan qabul qilaman. Muammoni aytadi, hal qilishga harakat qilaman. Tak, janob merda uyda nimalar bor? Notebookni uyini ichida qo'ygan ekan-ku. Abbo. Mayli, o'zimning notebookimni olib kelib qo'ydim. Bu yerda televizor bor ekan, televizor tak yonmas ekan, svet yo'q shekilli. Stop. Mashinasi bor ekanmi janob mer? To'xtaylik, bitta haydab ko'raylik. Asfalt bor ekan. Yo'limda asfalt qo'ysam bo'ladi bahonada. To'xtaylik. Notebookimni olib ketaman, bo'ldi, bu yerda turmaydi, chunki merda o'zining notebooki bor ekan, kelib olib chiqaman hozir. Buni uyimga borib qo'yib kelayda. Tak, qochib turay, yo'lga turib ola hammasi. Hozir mana bu yerda asfalt qilaman, o'zimning ko'chamni. Как раз o'zi mana shu yerga blok topolmayotgandim. Janob mer tashlab ketgan ekan, juda ham yaxshi. Tak, notebookim paka shu yerda turib tursin. Men mana bunaqangi narsani olaman. Ya'ni bu bilan belkurakni, belkurak edi nomi, o'sha bilan hozir yerlarni to'g'rilayman, lekin mana mashina haydab ko'rish kerak. Avval buni tekisroq joyga qo'yib haydab ko'rmasam, qishlog'imizda o'zi tekis joyda o'zi yo'q. Tak, namcha katta bu mashina. Birdan katta Kamaz bo'lib ketgan ekan, juda ham katta bo'lgan oldini. Nima mashina bu? Poyezdga o'xshab ketar ekan. Ichida uy qursam bo'lar ekan, mag'ali uy qilib yashasam ham bo'ladi. Bagajlari ham juda ham katta mashina ekan. Tak, endi buni haydab ko'ramiz, lekin mana bu yerni avval yo'lini sozlashim kerak. Endi mer bo'ldim deb turib o'zimning uyimning atrofini sozlashim shart emas. Endi prosta faqat mana shu yer qolganda asfalt qilinmasdan. Faqat shu o'zimning uyimning oldini sozlab qo'yaman, bo'ldi. Qolgan yana asfalt qilinmagan joylar bo'lsa, ularni ham sozlayman. Endi kimdir o'ylashi mumkin, faqat o'zining uyini oldini qilar ekan, qishloqlar xafa bo'lishi mumkin. O'shaning uchun qishloqlarning uyini oldini ham hozir sozlashga harakat qilaman. Tak, bu yerga va bu yerlarga ham qo'yamiz, bo'ldi. Normal, o'z shergacha kelardi-yu, lekin bu tomonni ham qilib qo'yish kerak, chunki bu tomonda men qo'shnimning garaji bor, lekin garajgacha endi asfalt qilib borsam, bu haqiqiy insofsizlik bo'ladi. Hoy qishloq, qandaysan, yaxshimisan? Yaxshi janob mer. Janob mer deyishga o'tding. Malades. Faqat sen meni haqiqiy merligimni his qilding. Men hazillashmayapman, qanaqa mer, men seni mer deb tan olmayman. Basharangga olib, nimaga unaqa qilasan? Endi mer emassan-ku. Hali shunaqami? Bo'pti, indamay tur, hali ko'rasan mendan. Tak, ana endi qayerda yana yo'l qilish kerak bo'lgan joylar bor. O'sha joylarni ham hal qilish kerak, iloji boricha tezroq.
Tak mana bu yerlarda to'g'rilab chiqamiz. Albatta bunaqa uch chiqib qolgan joylar bor. Bunaqa joylarni olib tashlasak ham bo'laveradi. Bu tomonni yo'lini narigi tomonni yo'liga birlashtirib yuboraman. Menimcha juda ham chiroyli bo'ladi keyin. Aynan qanday bo'ladi ko'rsatamiz. Mana shu yerdan mana shu qanaqa o'simlik bu? Bilmadim. Umrimda ko'rmagan o'simligim qishlog'imizda o'sibdi ekan. Mayli o'saversin, endi o'smasin demayman. Tak, bu yerni ochamiz bunaqa qilib. Endi bu tomon dakansi ochib chiqamiz. Xullas, qishloqni вообще takoy qishloq qilaman. Ko'rasizlar, takoy qishloq, takoy короче zo'r bo'ladi. Zo'r degani takoy deganimi, takoy degani zo'r deganimi. Endi uni ma'nosini o'zinglar uchun o'zinglar izlab topib tushunib olasizlar. Men sizlarga tushuntirib o'tirsam, videoni yarmi tushuntirish bilan o'tib ketadi. Yoki o'zimga ham kimdir tushuntirishga to'g'ri kelib qolishi mumkin. O'zim ham tushunmaydigan gaplarni aytyapman. Tushunib turib tushunmaganingizni tushunganingiz, tushunmay turib tushunganingiz короче shunaqa. Tak, ana endi bu yerni qanaqa qilsak bo'ladi? Qanaqa qilsak bo'ladi? Tak, bu yerni asta bunaqa qilaylik tapaga hozircha. Bu tomonni ham xuddi shunday bir qator tushirib chiqamiz. Keyin esa bir qator ko'tarib chiqamiz. Shunda yaxshi bo'lib qolsa kerak. Okey. Bu yerga pas qilamiz. Okey, yaxshi. Endi bu tomonni baland qilib ketsak bo'ladi bunaqa qilib. Voy qishloq, yo'l qanday bo'lyapti? Zo'r, endi mana shu yo'lni biqqanidan uyquraman men o'zimga. Zo'r qilyapsan, Jo'xa aka, yaxshi ham mer bo'libsan. Yaxshi ham mer bo'lganman. Endi mana shu yerni to'ldirib chiqsam tezroq shag'al bilan keyin mashina bilan yursa ham bo'laveradi. Bu lekin qishloqlarda mashina yo'q hozircha. Balki ularga mashina sotib olib berarman merga o'xshab, lekin mer degani mashina sotib olib beradi degan joy yo'q. Endi balki sotib olib berishim ham mumkin. Qanaqadir aksiya qilib, aksiyada ularga mashina yutuq qilib qo'ysam, ana u merda olib qo'ygan mashinasini qishloqlarga berib yuboraymikan? Dahshat ideya. Davayt kommentariyaga yozinglarchi, o'sha mashinani qanaqadir aksiya qilib turib berib yuborsammikan? berib yuborishimni xohlasanglar kommentariyaga ha deb yozib qoldiringlar. Berib yubormasligimni xohlasanglar yo'q deb yozib qoldiringlar. Umuman olganda sizlarga qizig'i bo'lmasa, umuman olganda menga qizig'i yo'q deb yozib qoldiringlar. Tak, mana bu yerni ham to'g'rilashimiz kerak. Bu yerni mana bunaqa qilamiz avval. Keyin ustidan qo'yib chiqamiz. Tak, menimcha juda ham ajoyib bo'ldi. Endi bu tomonni ham dakansa nariq oxirigacha olib borishimiz kerak. Kun bo'yi bunaqa ish bilan o'tib ketmaslik kerak vaqtim. Hozir qishloqlardan borib muammolarni o'rganishim kerak. Keyin ularning muammosini hal qilishim kerak, chunki men уже merman. Tak, okey. Shu yergacha olib kelib qo'ysam bo'ladimi? Yo'q. Mana shu yergacha kelish kerak eng kamida yo'l. Chunki qishloqni boshlanish qismida bu hozir hamma keladigan odam mana shu yerdan keladi, qishloqimizga kirib keladi. Keyin esa mer yoki men kelib kutib olamiz o'sha kelgan mehmonlarni. O'tgan qismlarda qaysidir birida bilasizlarmi, laborantlar kelganda, o'sha laborantlar bizni qishlog'imizga kelgandan keyin bitta jitelda ular ishlab chiqqan maxluqcha o'ldirib ketdi. Keyin esa maxluqchani men o'ldirdim. Keyin laborantlar qishlog'imizdan qochib ketdi mendan qo'rqib yoki merdan qo'rqdimi, bilmadim. Kimdan qo'rqdi bilasizlarmi? Kommentariyaga yozinglar chiqqani. Menimcha mendan qo'rqqan, chunki bu qishloqda o'zi faqat va faqat men himoyachi rolidaman. Boshqa himoyachi yo'q desak ham bo'ladi. Tugab qoldi, borib merdan olib kelish kerak. Men qanaqa merdan o'zimni o'yimni olib kelishim kerak, chunki mer endi o'zimman. 1-2 kun. 1-2 kundan keyin merda o'zi keladi. Yaxshi bo'larki. Tak, merni uyidan sandiqdan bir stak olsak yana menimcha yetsa kerak. Tak, normali, xo'sh. Qishloqlar, qo'y, menga qara. Qanaqa muammo, qanaqa problema bor qishloqda, men hal qilaman. Mer bo'lganman-ku. Qanaqa sen hal qilasan? Sen mer emassan, men seni tanimayman. Nima tanimaysan? Men janob mer tayinlab ketdi merlik uchun. Baribir sen biz uchun mer emassan. Yo'qol. What the fuck? Senlar xatga tan olarsan meni merligimda. Yo'q, asabimizni buzma, yo'qol. Biz o'zimiz uchun o'zimiz mermiz. Mer kelmaguncha biz seni aytganingni qilmaymiz. Sen o'zingni bilganingni qilib yuraver. Qayerdan mer bo'laman dedim. Yo'q, mer bo'laman deganim yo'q o'zi. Janob merda o'zi mer qilib ketdi meni. Lekin bular meni aytganimni umuman qilmayapti. Endi mer qachon keladi bilmadim. Bular meni aytganimni qilmasa, bular bilan talashib o'tiramanmi? Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Hozir men shu yerni yo'lni to'g'rilab olay. Boraman, mashina haydab yuraman. Menga qizig'i yo'q to'g'risi. Qishloqlarni qarab o'tiradigan bo'lsam, bularning ko'ngliga umuman mer bo'lmaganim yaxshi shundan ko'ra. Tak, cho'tga ana endi bu tomonlarni ham cho'tga qilib chiqamiz. Okey. Bo'ldi. Mana bu yerdan bitta yo'l tortamiz keyinroq, hozir emas, chunki o'sha shag'allar tugadi, asfaltlar tugadi, yetmaydi. Mana bu yergacha keladi bitta dakansa yo'l.
va butun qishlog'imiz yo'l bilan to'liq aylana holatda bo'ladi. Ya'ni mashinalar bemalol yursa bo'ladi. Keyin meni uyimni orqasidan bitta yo'l olib kelishim kerak. Mana bu yerga qarata. Keyin hammasidan zo'r bo'ladi. Mana bu yer dahshat takoy bo'lgan. Xo'sh, qo'shni sani korotchi sizni kechirasiz bilan kattasi. Garajingiz yoniga asfalt qilib berishim shartmi yoki kerak emasmi? O'zing bilasan, sen mer bo'lganmisan hozir? Ha, mer bo'lganman. Unda bilmadim, men senga qilib ber yoki qilib berma demayman. O'zing bilasan. Agar boshqa qishloqlarga bersang, qilib berishlari mumkin. Ular hali qilmaydi men aytgandim baribir. To'g'ri, unda kerak emas menga. Bemalol men seni qo'shdinglar, baribir seni o'ylayman. Rahmat qo'shni. Tak, endi mana bu mashina haydab ko'rish kerak. Uni nomini bilmadim, internetdan topasizlarmi, qayerdandir topgan, menda yozib qoldiringlar qani. Uxti, ovozini qaranglar. Ovoz dahshat ekan lekin. Shundan sig'dirib o'tkazib keta olamanmikan? U iPhone 17 ni rangida ekan. Balki janob mer iPhone 17 sotib olmoqchi bo'lib turib, mashinani sotib olib qo'ygandir. Mana bu yerga ham yo'l olib kelish kerak, ko'ryapsizlarmi? Bu yerda ham yo'llar yo'q, lekin kech tushyapti. Kech tushgandan keyin yo'lda o'ylab o'tiradigan paytmi? Tak, mana shu yo'llardan haydab ko'rish kerak mashinani. Tak. Qoch urib ketaman. Ey, jinnimisan? Qoch oldimdan. Mashinani yonidan qoch. Qoch deyapman. Yo'q, qoch urib ketaman. Tushunmas ekanda gapga. Menga qara hojitar. Mana bu mashina ko'ryapsanmi orqangda turibdi? Qani? Mana qara, mana. Bu yoqqa qara, mana ko'rdingmi? Ha, nima qilibdi? Sen yo'liga turibsan, qochib turib o'tib ketay. Mana, o'tib ket. Ha, bo'ldi. Addushi, lekin men senga mashinaga minov demadim, o'tib ketay dedim. Deb bularga gapirgan umuman foydasiz ekan. Urib ketdim. Aytdim-ku, urib ketaman, qochib tur deb bu yaramasga. Bo'ldi, korotchi, mashina shu yerda tursin, men mer bo'lmayman, ketdim. Uxlayman undan ko'ra, kech bo'lib ketdi. To'g'risi jonim berib ketdi mer bo'lish. Uxlayman borib.